Bugun sizlar bilan Fiona massaj kresosini ishlashi va umumiy obzorini ko'rib chiqamiz. Fiona massaj kresomizning bizning showroomda 3 xil rasvetkasi bor. Bejiy rangi, qorasi, kelgan bardovisi. Bu massaj kresomiz hozirgi kundagi eng ko'p sotilayotgan HDV full massaj kresomizdan hisoblanadi. Massaj qilishiga keladigan bo'lsak, rolikli mexanizm bo'ladi. Mahsulotni asosan ko'rsatamiz. Ko'jalari sifatli qilib ishlangan, tez so'kilib ketmaydi. O'ziga rang olmaydi, uncha tez terlatmaydi. Undan tashqari eng asosiysi abagrev ishlagan payt o'zidan g'alati hid chiqarmaydi. Oyoqni tegini, boldiri orqasini qiladigan alohida nasatkalar bor. Undan tashqari boldiri o'rtasini ham qimillab massaj qiladi. Вес pozonoshini massaj qilishidan oldin birinchi o'lchab olib, tanaga moslashib, keyin massajni qiladi. Upravleniyasiga keladigan bo'lsak, 3 xil tilda bo'ladi. Inglizcha, ruscha hamda o'zbekcha. Galasoy faqat ingliz tilida bo'ladi. Ham knopkalar yordamida, sensor ekran yordamida ham galasoy ham bemalol yoqib ishlatsa bo'ladi. Hello Fiona. Power on. Okay, on. Hozir yonib bo'ladi-da. Umumiy birinchi badani rolikli mexanizmini ko'rsatamiz. Bu yerda bo'yindan boshlab ves umurtqani beligacha ham o'lchab olib, skaner qilib moslashadi. Bu skaner qilish davomiyligi 20-30 sekund davom etadi, keyin massajini boshlaydi. Hozir bo'yiga, vaznga, gavda hajmiga moslashyapti. Atrofida lechrolar ham qo'yilgan. Eng asosiy yetib o'tishimiz kerak bo'lgan joy ustki qismi akril bo'ladi. Uyda yosh bolali yoki kichik farzandli odamlar bo'ladigan bo'lsa, yurganda yoki o'tganda qirilib chizib ketmaydi. Yosh bolalarni bilasizlar-ku, shikolatida, shirinlikda shap etib ushlab olsa, qo'lida dog' qolib ketsa, bemalol buni artib ishlatsanglar bo'ladi. Ichki koja qismi ham xuddi shunaqa. Upravleniyasi knopkalar yordamida boya yetib o'tdik. O'chirib yoqish, gradusini to'g'irlash bemalol uzoqdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Gradusini mana shuni yordamida bemalol yotqizib turg'izsak bo'ladi. Yana yaqinroq kelamiz. Knopka yordamida vaqtini, abagrefini, umumiy yotqizish holati, oyoqni tagidagi massaj qilingan roliklarni ham shu knopka yordamida o'chirsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana ikkita knopka yordamida avtomatik massajlarni 1 dan 12 gacha, 12 dan 1 gacha qaytarib bemalol ishlataverasizlar. Undan ham tashqari mana bu yerda ruchnoy massaj qila bor. 8 xilini bosganinglar sari o'zgaradi bundan. Ekranni ko'rsamiz, ana har bosilganda mana bu narsa tagiga o'tyapti mana. Uji bu yoqqa o'tdi, pastga tushadi. Xuddi shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu asosan yosh kattalar uchun qulay. Uji yoshi 50 dan 60 dan oshgan odamlar sensor ekranni tushunmasdan ishlatish olmasa, shunday bemalol ishlatirishsa bo'ladi. Endi ekrandagi umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Avtomatiki 12 xil massaj bor. Mana avto rejimda 1 dan 6 gacha, bu yoqdan xuddi shunaqa 1 dan 6 gacha 12 xil rejim bor. Bularni ham qo'ysanglar bo'ldi. O'zi bunga boslashib massajini boshlaydi. Bu yoqda ruchnoy qo'lda qilinadigan rejimlari 4 xildan. Etib o'tish kerak bo'lgan muhim taraflardan biri teginish tanlaganmiz. Misol uchun teginish tanladik. Keyin mana massaj qilishning qattiqligini 3 xil leveli bor. Kuchli, o'rtacha va qisman. Qismanni qo'yib qo'ysangiz, yosh kattalar ko'proq yoqadi, yumshoqroq massaj qiladi. Mana joyini alohida eslab qolasizlar. Misol uchun uyda xarid qilganlaringizdan keyin yosh katta do'da buyinglar yoki ota-onalar bo'lsa, ularga massaj qattiqlik qiladigan bo'lsa, boshida xuddi shu tugmada mana qo'lda rejimiga o'tamiz. Qo'lda rejimiga o'tamiz, teginishga o'tamiz hamda qismani tanlaymiz. Mana boshida ko'rsatib beraman. Teginishni bosamiz, qismani bosamiz hamda pastga harakat qilish qo'yib qo'yamiz. Massajyor shunda sekin ortmasdan massaj qiladi. Ma'lumot sifatida aytib ketishimiz kerak bo'lgan yana bitta qo'shimchasi, ko'pchilikda massaj olayotgan paytligi, massaj hali yengilligida odam o'rganmagan payti boldirni qattiq qisib olishi mumkin. Mana shu boldir qisishini qanaqa qilib yumshatsa bo'ladi degan savol ko'p uchraydi bizning mijozlarimiz tomonidan. Bunga mana bunaqa yechim bera olamiz. Shu joyda massaj sensori degan joy bor. 3-inchisi. Kiramiz havo yostig'i degan yelkasi degan joy bor. Bosganimizda mana oyoqniki chiqadi. Oyoq yostig'ini o'chirib qo'yamiz. Shunda mana bu qisishi ham yumshaydi. Bemalol odam o'rgan bo'lguncha massaj olsa bo'ladi. Ujum mana sekin qo'yib yuboryapti. Qo'l kiradigan darajada yumshadi. Materialiga ham yana qo'shimcha qilib o'tib ketamiz. Buni materiali yechiladigan, bemalol tashqi qismini ham, ichki qismini ham yechib, buni yuvib, ishlatib joyini qaytarib taqib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Keyingi etap besporodni zaryadkasi. Besporodni zaryadka telefonni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Misol uchun Samsung, iPhone yangi chiqqan partiyalarda bemalol bu narsa ishlaydi. Yana qo'shimchasiga telefonga qistirib qo'yib berjatiga, eniga yoki uzunasiga Bluetooth ulab qo'yib, kino yoki serial, podkast ko'rib o'zingizga qulay qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Yana qo'shimchasiga bitta tugmasi bor. Joystik yordamida bemalol, misol uchun qo'linglarni massaj olayotgan payt qisib qolgan bo'lsa chiqara olmaysizlar, shu joystik yordamida ovozini balandpast qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bu yoq tarafida, chap tarafida davleniya puls o'chirgan detektor bo'ladi. O'chib yonyapti. Shunga ko'rsatkich barmog'ini, chap qo'likni qo'yib turganingizda ekranda ko'rsatadi.
90 yoki 60 sekund adaptatsiya qiladi, mana yozib qo'ygan. 30-60 sekund o'rtacha. Ko'pi bilan 90 sekund skaner qilgandan keyin sizda davleniyaning balani, pasti, puls, mikrosirkulyatsiya hamda qonda qancha kislorod borligini tabloda ko'rsatib beradi. Shu yordamida ham bemalol sog'liqni nazorat qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, bizning konsultantlarimiz sizga batafsil ma'lumot berishadi.